Assalomu alaykum. Mavzuyimiz hozirgi kunda o'qituvchi logopedlar pedagogik qobiliyatni shakllantirish imkoniyatlari. Reja. Birinchisi, pedagogik qobiliyatlarning asosiy komponentlari va rivojlanish usullari. 2. O'qituvchi logopedlarning amaliy faoliyatida pedagogik qobiliyatning qo'llanilishi. 3. Pedagogik qobiliyatni shakllantirishdagi muhim omillar va zamonaviy yondashuvlar. Pedagogik qobiliyatlar. Asosiy komponentlar. Pedagogik qobiliyatlar ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning asosiy komponentlari bilim, ko'nikma va malakadan iborat. Bu elementlar o'qituvchining samarali pedagogik faoliyatini ta'minlaydi va ta'lim sifatini oshiradi. Masalan, bilim o'z ichiga nazariy tushunchalarni, ko'nikma amaliy qobiliyatlarni anglatadi. Malaka esa o'qituvchining professionalligi va tajribasiga asoslanadi. Qobiliyatlarni rivojlantirishda ta'lim muhitining roli katta. O'qituvchilarni doimiy professional rivojlantirish va amaliy tajriba orttirish imkoniyatlari pedagogik qobiliyatning mustahkamlanishiga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va metodlarni qo'llash o'qituvchining malakasini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Rivojlantirish usullari, amaliy yondashuvlar. Pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish usullari pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirishda amaliy yondashuvlardan muhimdir. Treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar yordamida o'qituvchilar yangi metodlarni o'zlashtiradi. Amaliy mashg'ulotlar va treninglar. Amaliy mashg'ulotlar va treninglar pedagogik qobiliyatni oshiradi. Rol o'ynash, texnologiyalar va muammo hal qilish mashg'ulotlari pedagogik mahoratni rivojlantiradi. Pedagogik qobiliyatlarni baholash. Qobiliyatlarni baholash mezonlari, aniq obyektivlik va moslik mezonlari bilan pedagogik yondashuv, kommunikatsiya va metodik bilimlarni baholanadi. Baholash vositalari, testlar, intervyular, observatsion va portfel metodlari, shuningdek amaliy mashg'ulotlar va stimulyatsiyalar yordamida baholanadi. Baholashda professional etika, adolat va aniqlik muhim. Shaxsiy xususiyatlar va pedagogik yondashuvlar ham hisobga olinadi. Bu baholash natijalarining haqiqiyligini ta'minlaydi. Kelajakda pedagogik qobiliyatni rivojlantirish. Zamonaviy ta'lim tizimidagi o'zgarishlar pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Innovatsion texnologiyalar, onlayn platformalar va individual yondashuvlar pedagoglarning malakasini oshirishda muhimdir. Rivojlangan pedagogik texnologiyalar va metodlar yordamida o'qituvchilar, logopedlar uchun yangi o'quv resurslarini ishlab chiqilmoqda. Bu esa ularning imkoniyatlarini kengaytiradi va sifatini oshiradi. Yangi texnologiyalar va metodlar o'qituvchi logopedlar uchun shaxsiy va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirib, xalqaro tajribalar almashish hamda innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi. O'qituvchi logopedlarning pedagogik qobiliyatlari. Umumiy ma'lumotlar. Pedagogik qobiliyatlar o'qituvchi logopedlar uchun muhim bo'lib, ular bolalar va oila bilan samarali muloqot qilish, motivatsiya va individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Ahamiyati va zarur qobiliyatlar. Pedagogik qobiliyat professional muvaffaqiyat uchun asosiy kommunikatsiya, empatiya, muammoni hal qilish, tashkilotchilik va individual yondashuv kabi qobiliyatlar muhim rol o'ynaydi. Amaliy faoliyatda qobiliyatlarni qo'llash. O'qituvchi logopedlarning amaliy faoliyatda pedagogik qobiliyatlarni qo'llash usullari. O'qituvchi logopedlar shaxsiy va guruh bilan ishlash, kommunikatsiya, motivatsiya, pedagogik texnologiyalar va malaka oshirish kurslaridan foydalanadi. Qobiliyatlarni rivojlantirish usullari. Pedagogik treninglar, interaktiv faoliyatlar, real vazifalar, video, film va o'z-o'zini tahlil qilish orqali qobiliyatlar rivojlanadi. Pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish strategiyalari. O'qituvchi logopedlar uchun strategiyalar e'tiborga olinishi kerak bo'lgan jihatlar. Individual yondashuv, amaliy mashg'ulotlar, zamonaviy texnologiyalar va pedagogik tashabbuslarni qo'llash orqali pedagogik qobiliyatni rivojlantirish mumkin. Pedagogik madaniyat, kommunikatsiya qobiliyatlari, psixologik tayyorgarlik, amaliy tajriba, doimiy o'qish pedagogik rivojlanishga yordam beradi.
Zamonaviy yondashuv va metodlar, interaktiv ta'lim loyiha asosida o'quv texnologiyalaridan foydalanish va individual yondashuv orqali pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirishi mumkin. O'qituvchi logopedlar uchun resurslar. Mavjud resurslar: kitoblar, metodik qo'llanmalar, video materiallar, foydalanilgan manbalar, pedagogik va logoped tadqiqotlar, davlat va xususiy ta'lim resurslari, xalqaro nashrlar va onlayn platformalar, tavsiya etilgan kitoblar va kurslar, Coursera, Udemy va boshqa platformalardagi ta'lim materiallari. Pedagogik qobiliyatlarni shakllantirish omillari. Muhim omillarni aniqlash. Pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish shaxsiy sifatlar, muhim va amaliy tajribalar asosiy omillardir. Zarur sharoitlar: qulay muhit, ilg'or metodlar, texnologiyalar, vositalar va kasbiy rivojlanish pedagogik qobiliyatlarni mustahkamlash uchun zarur. Muvofiqlik va moslashuvchanlik. Moslashuvchanlik va individual yondashuv pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish muhim rol o'ynaydi, samaradorlikni oshiradi. O'qituvchi logopedlar va pedagogik qobiliyatlar va ularning ahamiyati. Pedagogik qobiliyatlar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi va mualliflik, motivatsiya va muomala uslublarini rivojlantiradi. Ushbu qobiliyatlar orasida kommunikatsiya, muammo yechim, individual yondashuv va motivatsiya kabi elementlar mavjud. O'qituvchilarning o'z qobiliyatlarini rivojlantirish usullari, treninglar, seminarlar, amaliy tajriba, o'z-o'zini baholash va doimiy o'qish, mentoring va hamkasblar bilan fikr almashish orqali pedagogik qobiliyatlar mustahkamlanadi. Pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun seminar, hamkorlik, o'z-o'zini baholash, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash muhim. Shaxsiy yondashuv va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash kelajakda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagogik qobiliyatlarning asosiy komponentlari va ularning rivojlanishidagi muhim omillari tahlil qilinadi. Zamonaviy metodlar va amaliy yondashuvlar yordamida bu qobiliyatlarni oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Baholash va resurslar orqali rivojlanish yo'llari ta'kidlanadi. Kelajak strategiyalari va muhim omillar ta'kidlanadi. Pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va mutaxassislarning samaradorligini ta'minlash uchun muhimdir. Yakuniy fikr: bu jarayon ta'lim sifatining asosiy kuchi hisoblanadi. Mavzuimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.